Tarix kitoblarida keltiriladi, 557-yil Sulton Nuriddin tushida Rasulullohni ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Nuriddinga qarab, "Meni mana bu ikki kishidan qutqar" deb ikkita sariq kishini ko'rsatdi. Nuriddin zanki uyg'onib ketdi-da, tahorat qilib namoz o'qib uxladi. Rasululloh yana tushiga kirib, yana boyagi so'zni qaytardi. "Meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin." Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qib, yana uxladi. Yana tushida shu narsani ko'rdi. Uyg'ondida uyqusi qochib ketdi. O'zini vaziri Jamoliddin Monsurini chaqirtirib keldi-da, tushini aytib berdi. Vazir eshitib turib, "Nima qilib o'tiribsiz bo'lmasa?" Tezda Madina Munavvaraga jo'naydi. Ikkalasi birgalikda Madina Munavvaraga safar qilishdi. Yo'lda ketyapti, vazir Madina ahliga xabar yubordi. Sulton Nuriddin Zanki Madinaga kelyapti. Madina ahliga atab juda katta mablag'ni o'zi bilan olib kelyapti. Shaharda yashayotgan har bitta odamni ismini qog'ozga yozib tayyorlab turinglar. Bironta odam qolmasin. Ular kirib kelishdi. Nuriddin Zanki Madinaga kirgan tongning kechasida qattiq chaqmoq momo guldiray bo'lib, Madinadagi tog'lar bir maydonlanib ketadigan darajada qattiq chaqmoq bo'ldi. Bular Madinaga kelishdi. Boyagi gap bo'yicha Madina ahliga nafaqatni tarqatishni boshlashdi. Hamma keldi, olar ekan Nuriddin Zanki har